Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men yana sizlar bilan Agrar Planet kanalida birgaligimdan xursandman. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun katta rahmat. Bugun biz Bavariyada mana bunaqa maysalarning ikkinchi o'rin boshlangan. Shundan to'g'ridan-to'g'ri eksklyuziv videolarni va intervyularni tayyorlayapmiz. Xudo xolasa, orqamda traktor sal uzoqroqda, agar ko'rinib turgan bo'lsa, orqamda o'rilgan maysalarni bitta joyga yig'ish jarayoni ketyapti. Bunda ko'rishingiz mumkin, John Deere 615 modeli katta traktor bo'lib, orqasida 4 ta aylama nima deydi? 4 ta aylana taroq yordamida ular o'rilib, yoyilib ketilgan o'rilgan maysalarni bitta joyga yig'ib ketyapti. Video davomida buni aniq va tiniq qilib videolarni nima deymiz, olish harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlar uchun. Ich bin Andreas Forster, bin 20 Jahre. 170 Hektar, davon sind ungefähr 60 Hektar Grünland. Okay, das heißt, odamlarni sarson bo'lishiga asosiy sababchi shaxslar sutchilikda sut beradigan sigirlarga asosiy oziqa hisoblanadi. Demak, aziz do'stlar, ish jarayoni qarang. Mana bu kecha o'rilgan maysalar silos uchun aslida. Orqadagi Andreas do'stimiz buni bitta joyga yig'yapti, xudo xolasa. Undan keyin yana texnikalar keladi, ya'ni Hexel deydi, Hexel mashinalar uni maydalab pritsepga ortiladi va pritsep borib silos bosiladigan joyga, chuqurchalarga borib to'kib ketadi. Ulardan amaliy video qilinadi. Qarang, ish jarayoni qanday ketyapti. Germaniyada bu Germaniyada yashaydiganlar, kelib ko'rganlar uchun juda ham bir aniq ma'lumot. Mehnat haqi juda qimmat, ya'ni qo'lda ishlash Germaniyada juda qimmat. Shuning uchun mana bunaqa katta texnikalarni sotib olgan ishchi ishlatganga qaraganda arzon tushadi. Men syomkani olib boshlagandan beri hozir 3-dalada ish ketyapti. Bu oxirgisi, adashmasam 3 ta dala, u yoq bu yoq jami 10 gektarga yaqin joyni yarim soatlarda qilib qo'ydi. Yarim soat menimcha ketdi, ha. Tugaydi hozir, yana bir 5 minutlarga tugab qoladi oxirgi qator. İş jarayonidan intervyu olamiz. Yonimizda yana do'stimiz Andreas. Andreas, kannst du dich vorstellen? Ich bin Andreas Forster, bin 20 Jahre. Ja, wohne in Echnersreuth, das ist 12 Kilometer weg von da. Ja. Und seit wann bist du im Landwirtschaft? Seit wann machst du das? Wir haben zu Hause auch Landwirtschaft, Aha. also schon seit immer. Seit Kindheit, ja. Seit Kindheit schon, ja. Und hier bin ich seit 2023
da Ausbildung gemacht als Landwirt Ja. und seitdem bin ich halt nur nebenbei als Minijob nur da. Okay, okay. Und gefällt dir deine Arbeit? Ja, super Arbeit. Super Arbeit. Ja, das sieht man schon. Also dicke John Deere, Das wird ja große meiner- Maschine, ja, Ja, Klimaanlage und alles gibt's. alles gibt's Ja. ja. Im Winter Heizung. Winterheizung, Ja. alles da. Und- Standard. Und hast du auch zu Hause Tiere, die Kühe, Ja, oder? auch Kühe, ja. Und Okay. Schweine. Mastschweine. Mastschwein. Gut, super. Also, aziz do'stlar, biz video olishni davom etamiz. Xudo xohlasa, bizni kuzatib boring. Demak, o'rtoqlar, ana bu ko'rib turganingiz joystik orqali orqadagi 4 ta taroqni, aylana taroqni boshqarsa bo'ladi. Tepaga, pastga, hammasini boshqarsa bo'ladi. Mana bu kichkinagina joystik orqali. Mana yig'ilyapti o'rtoqlar. Yo'lda umuman mashinalarga yoki aholiga umuman xalaqit bermaydigan darajada yig'iladi, qaranglar. Va kichkina gabaritni olib ishni davom etamiz.